Hozir masjidning eshigining tagida farishtalar turishdi-da. Farishtalar qo'llarida qog'oz, qalam bilan kelgan hamma odamning ismini yozishyapti. Bunga dalil bor. Sahih hadis payg'ambar alayhisalom aytadilar: "Iza kana yawmul jumu'ah", agar juma kuni bo'lsa dedilar payg'ambar alayhisalom, "Kana ala kulli babin min abwabil masjidil malaika", har bir masjidlarning eshigining tagida farishtalar rad bo'lib turishadi dedilar payg'ambar alayhisalom. "Yaktubuna an-nasa ala qadri manazilihim", farishtalar turishadi, kelayotgan insonlarni qaysi payt kelganlarini yozib qo'yishadi. E'tibor bering, ala qadri manazilihim, qaysi vaqtda masjidga jumaga kelganlarini yozib qo'yishadi. Payg'ambar alayhisalom aytadilar: "Al-awwalu fal-awwal", birinchi kelganni birinchi yozib qo'yishadi. Oxiri kelganni oxir yozib qo'yishadi. Nimaga bu gapni aytdilar? O'shani sharhida ulamolar aytishadiki, masjidga juma kunida birinchi borishlikni fazli haqida keltirishadi shu hadisda. Nimaga? Chunki farishtalar har bitta kelayotgan odamni dalillashtirishadi. Ey Robbim, bu falonchi bandan falonchi soatda jumaga yetib keldi, hammadan oldin. Payg'ambar alayhisolom aytganlar, birinchi kelganlar qiyomat kuni ham birinchi tiriladi va jannatga ham birinchi kiradi. Jumani fazilati bu. Oxiri kelganlar hisob-kitobda qolib ketib qoladi. Jumaga kelyapti qarang. Endi jumaga kelganlar nima bo'ladi? Hozir farishtalar mana shu joyda tirilib yotishibdi. Sig'may yotishibdi. Bizning iymonimiz shunday, payg'ambar alayhisolom shunday iymon keltirganmiz. Bu bilan jumaga erta kelishni payg'ambar alayhisolom ta'kidlayaptilar. Birinchi kelganlarga tuya qurbonlik savobini yozadi Alloh taolo. Ikkinchi kelganlarga sigir qurbonlik qilganlik savobini yozadi. Uchinchi kelganlarga qo'y qurbonlik qilganlik savobini yozadi. Undan keyin kelganlarga tovuq qurbonlik qilgan. Undan keyin kelganlarga tuxum qurbonlik qilgan. Undan keyin kelganlarga, oxiri jumaga kelganlarga hech narsa qurbonlik savobi yozilmaydi. Ular faqatgina jumani o'qib ketishgan bo'ladi xolos. Endi birinchi kelganlarcha ham jumani savobini olishadi, ham bitta katta tuya qurbonlik qilganlik savobini olishadi. Shunday ishonamiz. Birinchi kelganlar, subhanalloh, muborak bo'lsin, 20 millionlik tuya yoki ana 20 million demaylik, tuya qimmat bo'ladi. 50 millionlik tuyani hozir qurbonlik qilib yordingizda, 50 milliona bir paytda o'zida katta tuyani qurbon qilib Alloh taoloning yo'lida ham jumani o'qib, uni savobini olib chiqib ketiladi-da. Va yana farishtalar aytishadiki, chiqinglar, Alloh taolo sizlarning gunohingizni kechirdi. Nima uchun? Jumaga erta kelingani uchun. Bu jumaning fazilati. Endi bu fazilat shunaqa bo'lsa, qiyomat kuni uning mukofoti qay darajada bo'ladi?